Chirchiq davlat pedagogika universitetida raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish va innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etishga qaratilgan ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Chirchiq davlat pedagogika universitetida axborotlashgan jamiyatdan raqamlashgan jamiyat sari ta'limdagi transformatsiyalar mavzusida ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Tadbir doirasida soha mutaxassislari, olimlar hamda yosh tadqiqotchilar raqamli pedagogika, sun'iy intellekt, elektron ta'lim platformalari bo'yicha o'z tajriba va takliflarini bildirishdi. Ushbu anjumanda asosiy ko'zlangan maqsad kelgusida ta'lim tizimida ustoz, o'qituvchi, professorlar o'rtasida, boshqa oliy ta'lim muassasalari o'rtasida raqamli ta'lim tizimida o'zaro hamkorlik va innovatsion g'oyalarni ilgari surish nazarda tutilgan. Ta'lim tizimida raqamli ta'lim tizimini bugungi kundagi o'rni, xususan yurtimizda 226 dan ortiq oliy ta'lim muassasalarida ishlab kelayotgan bevosita HIMSS platformasidagi talabalar ma'lumoti, ulardan foydalanish, ulardagi afzalliklar, ta'lim tizimida o'qitishda bevosita dual ta'limning ahamiyati, masofaviy ta'lim, ulardagi talaba yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar haqida keng muhokama qiladi. Raqamli ta'lim tizimini faqat ijobiy emas, balki undagi salbiy qiyofada namoyon bo'layotgan tahdidlar ham mavjud. Bu bevosita talabalar o'rtasida masofadan turib boshqa talabalarning platformalardagi akkauntlarga egalik qilish, ulardan foydalanish, oliy ta'lim muassasasi veb-saytlarida qo'pol harakatlar qilish yoki kommentariyalarda turli xil tahdidnomani yoki o'qituvchilar obro'sizlantirish kabi holatlarni raqamli ta'lim tizimiga bevosita ta'siri, ular o'rtasida ishonchsizlik, passiv muomalada bo'lish kabi oqibatlar nazarda tutiladi. Shuningdek, mazkur jarayon universitet talabalari va yosh tadqiqotchilar uchun olimlar bilan bevosita muloqot qilish, ularning ma'ruzalarini tinglash va o'zlarining dastlabki ilmiy ishlarini xalqaro muhitda himoya qilish uchun imkoniyat yaratdi. Raqamlashtirish ta'lim sohasiga ham kirib bordi. Ta'lim sohasi o'sha masofaviy ta'lim deymiz yoki bo'lmasa ta'lim sohasini raqamlashtirish deymiz. Bu bir tomondan bugungi kunda ta'lim sohasini ancha jadallashtirishga hissa qo'shishi bilan birgalikda ayrim kamchiliklarni ham keltirib chiqarmoqda. Misol uchun deylik, bugungi kunda o'quvchi yoshlarni o'sha sun'iy intellekt yoki ayrim bir dasturlardan foydalanish natijasida ularning tafakkuridagi kamchiliklar, ya'ni tahlil qilishning pasayib ketishi yoki bo'lmasa ko'chirib olish yoki bo'lmasa adabiyotlardan foydalanish masalasida ko'plab muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bugungi tashkil qilingan konferensiyamizning asosiy maqsadi ham mana shu ta'limdagi transformatsiyalarning ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qilish. Shu bilan birgalikda o'sha bo'layotgan tahdidlar, ularni oldini olish masalalarini keng falsafiy jihatdan tahlil qilgan holatda umumiy xulosalar chiqarishdan iborat hisoblanadi. Aynan ushbu konferensiyamizni tashkil qilishdan asosiy maqsad mana shu raqamlashgan jamiyatda sun'iy intellektdan foydalanish va ularning ta'lim jarayonida qo'llanish transformatsiyalarini bo'yicha bir qancha ko'nikma, malakalarga ega bo'lish. Bugungi kunda sun'iy intellekt har bitta sohaga, faqatgina ta'limga emas, tibbiyotga, transformatsiya, texnologiya barcha sohalarga kirib bormoqda. Aynan mana shu sun'iy intellektni ta'limda qo'llanilishi bugungi kunda eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Sun'iy intellektning ta'limda qo'llanishi birinchi navbatda o'sha o'qituvchining mehnatini tejaydi. Shuningdek, o'quvchilarning ham dars olish, ya'ni ta'lim olish sifati nisbatan yaxshilanadi, o'sha o'sish imkoniyatiga olib keladi. Yana shuningdek, ularning o'sha baholanish tartibi ham osonlashadi, ya'ni o'sha avtomatik tarzda sun'iy intellekt yordamida hisoblanib, bugungi kunda o'sha o'qituvchining mehnatini ham tejaydi. Soha mutaxassislarining fikricha, raqamli davr pedagoglari yangi kompetensiyalarni egallash orqali ta'lim jarayonlarini yanada aniq, shaffof va samarali qilishga hissa qo'shishi mumkin. Bu yo'lda esa mazkur konferensiya bir vosita bo'lib xizmat qildi.